O'zbekistonda sotuvda yagona bo'lgan M5 KS. Bunisi bo'lsa yangi avlod monstri M5 G90. Shu ikkalasidan siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? To'xting, dodam. Ikkalasini tanlashdan oldin solishtirmadingmi? Agar videoni ustiga 2 marta bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz obzorni boshladik. F90 kuzovdagi BMW M5 KS. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bunaqasidan dunyo bo'yicha 999 ta ishlab chiqarilgan. Yangilangan G90 kuzovdagi BMW M5 yashil rangda. BMW ga xos bo'lgan klassik ko'rinish, karbon tom, karbon o'rindiqlar, hattoki poliklarda ham karbon ishlatilgan. Natijada avtomobilning og'irligi 1825 kg bo'lgan. Nafaqat kuzovi, salonigacha o'zgargan. Umuman boshqa platforma. Avtomobil gibrid, batareyani hisobiga og'irligi ko'proq, 2450 kg. 625 ot kuchiga ega bo'lgan 4.4 litrli twin turbo motorda 0 dan 100 gacha bo'lsa, bor yo'g'i 3 sekund. Xuddi shu V8 motor. Qo'shimchasiga elektromotor qo'shilgan, 0 dan 100 gacha 3,5 sekund. BMW ning oxirgi to'liq benzinda yuradigan motori mashhur bo'lib qoldi, dodam. Endi G90 ga keladigan bo'lsa, birinchi plug-in hybrid va elektromobillarni to'g'ri keldi, dodam. M5 KS vajohatli ovozini eshitib ko'ramiz. Ana endi G90 ni ovozini eshitib ko'ramiz. Bu ovoziga bitta like qizartira olmasangiz bo'lmaydi, do'dam. Qizartirdingizmi? Qizartirsangiz xursand bo'laman. Eng qiyin joyi tanlovni sizga qoldirdik. Shunaqa eksklyuziv videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.